Bu yerda bir dahshat narsani ko'rib qoldik. Qaranglar, texnologiya. Короче, bitnadir. Suv aylanar ekan tepaga, mana bu yerdan suv oqib turar ekan, mana bu yerda so'na. Xullas konditsioner. Vashshe zo'r narsa ekan. Mana 12 Salqin. 12 talik, 18 talik. Da kattasi bor ekan, kichigi bor ekan, qaranglar. Yaxshi. Bu ham sotilsa kerak menimcha. Qaranglar, mana o'zlarining milliy kiyimlari Afg'onistonda. Milliy kiyimlari. Eng qizig'i gilamlari. Boyagina razmer necha dedingiz? 2 ga 3. 6 kvadrat. Ya'ni 6 kvadratlik mana bu shu gilami suv o'tkazmaydi, ya'ni tagida suv bo'lsa ham tepasiga chiqarmas ekan, suv tortmas ekan o'ziga umuman. Qancha deb o'ylaysizlar? 70 ming so'm. 70 ming so'm. Agar ko'proq olsangiz, yana tushib beramiz deydi. Mana bular sotilar ekan, mana boyagi konditsioner. Zamonaviy, nima deydi? Qo'lda yasalgan konditsioner. Suv quyasizlar, suv aylanar ekan, viltnator xonani sovutib berar ekan. Ajoyib narsa.